kursi yana ko'tarilgani haqida xabarlar tarqaldi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Yurtimizda va jahonda sodir bo'layotgan eng so'nggi va dolzarb xabarlardan doimo birinchilardan bo'lib xabardor bo'lib turishni xohlasangiz, kanalimizga hoziroq podpisatsiya tugmachalarini bosib, videolarimiz davomida bir dona like tugmachasini ham bosib qoldirishni unutmang. 12 dekabr kuni O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki xorijiy valyutalar o'zbek so'miga nisbatan rasmiy kursini belgiladi. Unga ko'ra dollarning rasmiy kursi 26,55 so'mga oshib, 12047 so'mni tashkil qildi. Shunga parallel yevro ham 110,41 so'mga ko'tarilib, 14099 so'mga yetdi. Rossiya rubli 3,59 so'mga arzonlashib, 151,90 so'mni tashkil etdi. Xitoy yuan esa 5,16 so'mga qimmatlashib, 1706 so'mga yetdi. Oltinning 1 grammi 100 so'mga arzonlashib, 1,669,500 so'mni tashkil etdi. TradingView ma'lumotlariga ko'ra, Bitcoin 11 dekabr soati 16:00 holatida 21,36,555 so'mga arzonlashdi deyilgan xabarda. Hurmatli tomoshabin, fikrlaringizni izohlarda yozib qoldirishni unutmang. Kanalimizni yo'qotib qo'ymaslik uchun podpisatsiya tugmachalarini ham bosib qo'yishni yodingizdan chiqarmang.